Iye, qo'ylarga bergan makkamni hazm qilmasa yana gungundan chiqaveribdi. Senlarga o'zi makkani qanday qilib berishim kerak? Senlarga yaxshisi o'choqqa o't yoqamanda, qozonga makkani to'yini solib qaylatib berganim yaxshi. Yaxshisi makkani mashina kakalab turib, bolg'ada mashinaga chaqib bersam, yaxshi hazm qilib, o'shandan ichidan o'tmas. Ularga oxiriga selsiz solib to'ldirib turib, bularga atala qilib beraman deb turgan akalarimiz videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turing. Men sizga arzon qo'y boqish sirini o'rgataman. Ne ratsionga mana shunday selsiz hamda bedamina somon kerak bo'ladi. Buni aralashtirganimizdan keyin bizga metal master dravolikasi maydalangan makkani uni hamda arpani unidan qo'shib turib, minerallariga verlifoz mineral ozuqasi hamda soda qo'shib turib, undan tashqari protein beruvchi ozuqa rap shrotidan qo'shib turib, mana shunday aralashtirib, ratsion qilib beradigan bo'lsangiz, qo'ylaringiz bir kunda 300 grammdan 400 gramm semirishi mumkin. Bu ratsionni ekranga qo'yib qo'ygan jadval orqali tayyorlab berishingiz mumkin. Agar sizga mana shunday metal master dravoliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qo'yib qo'yaman, aloqa chiqishlar